Mah. Assalomu alaykum obunachilar. Mana jo'jalarimiz. Bundan oldingi videomizda shorts qilib, quyonlarimizni ham videosini qo'yib qo'ydik. Mana o'sha kichkina jo'jalarimiz hozir katta jo'jalarga aylanishdi. Ichida eng kattasi shu. Mana bunisi ichida eng kattasi. Qolganlari ham kichkina emas, qolganlari ham o'ziga yarasha katta. Xo'rozimiz mana shu jo'jalarimizning otasi va onalari. Takani xo'rozimizni bir do'stimizga sovg'a qildik. Tog'larimiz ularning onasi. Inkubatordan chiqqan jo'jalar yaxshi o'smaydi deb bir xilga aytadi. Buni noto'g'riligini biz isbotladik. Jo'jalarimiz tetik va sog'lom. Bu yoqda ham hali yana jo'jalar bor. Ana bizni jo'jalarimiz. Videoga like bosamiz, obuna bo'lamiz. 100 ta obunachimiz, 96 ta obunachimiz bor ekan. 4 ta obunachidan keyin 100 ta bo'lamiz. Bu obuna bo'lmay kuzatayotgan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bizga hech narsa talab qilmaydi, bizga rag'batlantirish sifatida bo'ladi. Videoga like bosib, obuna bosib qo'yamiz. Bo'lmasa bundan keyin qiziqdan qiziq videolar olishda davom etamiz.